Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida olib borilgan mintaqaviy tashqi siyosat natijasida bugungi kunda ko'plab xorijiy ekspertlarning Markaziy Osiyoga e'tiborlari tobora oshib bormoqda. Xorijiy ekspertlar nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasidagi hamkorlikning istiqbollari, balki shu bilan birga ko'p hollarda Markaziy Osiyo mintaqasining rivojlanishini tashqi hamkorlar bilan hamkorlik yuzasidan ham tahlil qilishmoqda. Endi shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. Xorijiy ekspertlar ushbu tahlillarni amalga oshirganda bir qancha omillarni inobatga olishmayapti. Markaziy Osiyodagi jarayonlarga baho berishganda, Markaziy Osiyodagi voqea hodisalarni tahlil qilishganda tashqi hamkorlarning bu yerdagi ziddiyatli yoki farqli jihatlarga emas, balki umumiy manfaatlarga e'tibor berishsa to'g'riroq bo'ladi. So'nggi yillarda hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida olib borilgan mintaqaviy tashqi siyosat natijasida bugungi kunda ko'plab xorijiy ekspertlarning Markaziy Osiyoga e'tiborlari tobora oshib bormoqda. E'tiborlisi, xorijiy ekspertlar nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasidagi hamkorlikning istiqbollari, balki shu bilan birga ko'p hollarda Markaziy Osiyo mintaqasining rivojlanishini tashqi hamkorlar bilan hamkorlik yuzasidan ham tahlil qilishmoqda. Endi shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. Xorijiy ekspertlar ushbu tahlillarni amalga oshirganda bir qancha omillarni inobatga olishmayapti. Ya'ni bugungi kunda mintaqada ro'y berayotgan voqea hodisalarni, ya'ni mintaqadagi o'sha zamonaviy tendensiyalar deb aytamiz. Mana shu holatlar e'tibordan chetda qolmoqda. Shu nuqtai nazardan ko'p hollarda Markaziy Osiyoni tashqi hamkorlarning o'rtasidagi o'sha bir raqobat deymizmi, qandaydir bir geosiyosiy ziddiyatlar nuqtai nazaridan tahlil qilishga harakat qilishmoqda. Shu nuqtai nazardan aytib o'tishimiz kerak, bugun Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik rivojlanishi eng avvalo mintaqani shu umumiy rivojlanish va taraqqiyot markaziga aylantirish. Bu yerda o'sha hamkorlik makonini tashkil etishdan iborat. Markaziy Osiyodagi bugungi kunda tashqi hamkorlarning, xususan shu dunyo yetakchi davlatlari, Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Rossiya Federatsiyasini tashqi siyosatini bir-biri bilan taqqoslab bo'lmaydi. Ushbu davlatlarning har birining o'ziga xos bir xususiyatlari bor. Masalan, Xitoyni oladigan bo'lsak, Xitoy eng avvalo bu mintaqa bilan chegaradosh davlat hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda Xitoy mintaqa davlatlarining asosiy savdo hamkori hamda investitsion hamkori hisoblanadi. Masalan, 2024-yil yakunlari bo'yicha Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdo hamkorlik 95 milliard dollarni tashkil qilgan. Yoki bo'lmasa 2024-yil Yevroosiyo makoniga yo'naltirilgan sarmoyalarning 47,7% aynan Markaziy Osiyo davlatlariga yo'naltirilgan. Bundan tashqari Xitoy Markaziy Osiyoni asosiy bir transport marshrути, ya'ni transport imkoniyatlarini ochib beradigan mintaqa sifatida ham qaraydi. Xususan bugungi kunda Xitoydan Yevropaga eksport qilinayotgan tovarlarning 85% aynan Markaziy Osiyo davlatlari hududidan orqali o'tadi. Bundan tashqari Markaziy Osiyo Xitoyning g'arbiy chegaralari, xususan Shunjon avtonom Uyg'ur tumanida xavfsizlikni ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan Xitoyni boshqa bir davlat bilan taqqoslash birmuncha noto'g'ri bo'ladi. O'z navbatida masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'radigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining ham mintaqadagi o'ziga xos manfaatlari bor. Birinchi navbatda bu mintaqa davlatlarining suverenitetini mustahkamlash. Bundan tashqari Markaziy va Janubiy Osiyo o'zaro mintaqaviy bog'liqlikni ta'minlashdan qolaversa, Afg'onistondagi vaziyatdan kelib chiqib, xalqaro terrorizm, xalqaro ekstremizmga qarshi kurashishda mintaqa bir ustuvor yo'nalishlarni egallaydi. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. AQSh boshqa davlatlarga nisbatan Markaziy Osiyoni xalqaro maydondagi, ya'ni yagona bir xalqaro munosabatlar tizimining mustaqil subyekt sifatida tan olinishi ancha ilgari ro'y bergan. Xususan 2015-yil Samarqandda S5+1, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar vazirining ilk uchrashuvi bo'lgan. Va keyinchalik bu o'sha xalqaro strategik muloqot darajasiga chiqqan va 2023-yil Nyu-Yorkda oliy darajadagi sammit darajasiga ko'tarilgan. Shu nuqtai nazardan bir narsani aytib o'tish kerak. Shu xorijiy ekspertlar yoki bo'lmasa mustaqil tadqiqotchilar Markaziy Osiyodagi jarayonlarga baho berishganda, Markaziy Osiyodagi voqea hodisalarni tahlil qilishganda tashqi hamkorlarning bu yerdagi ziddiyatli yoki farqli jihatlarga emas, balki umumiy manfaatlarga e'tibor berishsa to'g'riroq bo'ladi va aynan mana shu umumiy manfaatlar orqali Markaziy Osiyoning rivojlanishini, ya'ni istiqbollari bo'yicha to'g'ri baho berish imkoniyati tug'iladi.